Assalamu alaykum. Dünyanın her köşeleri yaşayotgan muhterem vatandaşlar hammalarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Hidayat ekrana hoş geldinglar. Aziz qarindoshlar, biz aqlimizdan topgandan tartib deb boshlagan vaqtimizda, ya'ni aqlimizning nima ekanligini his qilganimizdan tartib uning o'zimizning ixtiyorsiz yoki maqsadli holda ishlab kelayotganligini bilamiz, tushunamiz, his qilib turamiz. Ammo uning haqiqiy ilmiy shakldagi funksiyasi qanday bo'ladi? Tafakkur jarayoni qanday bosqichlarni bosib o'tadi? Uning uchun nimalarga ehtiyoj tushadi? Uni ilmiy holda elib berishning yo'llari qanday bo'ladi qatorliq temalarda maxsus tarbiyalanganlardan boshqalarimiz asosan xabarsiz holda ishlatib kelyapmiz. Bugün biz bu tema orqali, bugungi bu leksiya orqali bu sohadagi tushunchamizni texnik ro'shanlashtirish, ilmiylashtirish maqsadida ekranimizga Nurgul xonim taklif qildik. Nurgul xonim o'zininki qiziqish sohalarining ichida bu psixologiya va aql tafakkuri aloqador sohalarni izlanish qilayotgan bir ziyoli bo'lishi bilan inshaalloh bugungi programmada o'zining izlanishlarini taqdim qilib berdi inshaalloh. Assalomu alaykum Nurgul xonim, xush keldingiz. Assalomu alaykum. Qanaqa bo'ldingiz? Meniki bu tema qiziqishlar emas. Mandaqcha aytgan chog'da men non tepib yedim kasbchi. Shu men buni bilmasam bo'lmaydi. Bilmasam bo'lmaydigan ufqum ham bilim. Endi agar bu narsani o'qimasam, men hozir qilayotgan xizmatimni qilmasam bo'ladi-ku. Shunga ashada azroq cho'nchib yurib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Yaxshi. Mayli, biz-bizlar chiq olmanglar. Zaten siz nima qilgan, qaysi gapni o'qigan, pek inchki qilib bo'lolmadik-ku haqiqatan. Çünkü degan bo'lishimiz mumkin, tushundirish mumkin, lekin bizlarning bu uchur dunyosida bir varang-cho'rongning orasida o'g'illigimiz uchun unutilib qolish ahvollari yuz berdi. Siz berganingiz uchun rahmat, Alloh razı olsun. Xo'sh, bugungi temada demak so'z sahibi ekanligingizni yana bir qatam qayd qilgan bo'ldingiz. Ko'p rahmat. Undaqda albatta bugungi bu leksiya biz uchun albatta tepilg'usiz fursat bo'lib qolsa, marhamat. Rahmet. Ama bo'lsa, birinchi betni chiqarsangiz. Kirish so'zga haqida boshqa fikrlarimiz bo'lmasa, mayli bevosita ta'kidlang. Leksiya o'tib ketsak bo'ldi, rahmat. Mening boshqa fikrim, so'zim yo'q hozircha. Bo'ldi. Rahmet. Aşı men bu noktada bu bek murakkab tema-chi amaliyotda. Murakkab tema bo'lganda bu men mushu meni bilan his tuyg'uni o'tirishga munosabat menining qurilmasi mushuni psixologiya darsini o'qigan vaqtimda bir mavsum o'qigan dars. Endi bu yerda bir mavsum o'qigan tushunchalar dars ana hozir ham davomli degidek izlanib meni bilan his tuyg'uning qanday munosabati bu menga odamninki butun hayoti bilan ish harakat hammani kontrol qiladigan xuddi kompyuterning CPUsi bo'lgan o'xshash bizning miyamiz dal shu. Uchirib bir taraf qilib bizningki nima deyishimiz, nima yeyishimiz, nima qilishimiz aslida hammani kontrol qilib turadigan bir cho'ng hamda bir uy desak bo'ladi. Buningki hamda men amal va eng oddiy usul bilan, eng oddiy til bilan buni tushuntirishga tirishaman. Shu tirishgan vaqtida hamda bu menining qurilmasi, ya'ni bu anatomiyasiga qarash kerak-ku. Bu menga sadiq nimati qancha qismga bo'lindi bu har bir qismninki zodi roli nima bo'lg'iti deb nima qilsak, o'zimiz shu eng oddiy usul hamda buni. Ma qo'limizni mana mushtimizni tugsak, mushtning o'zi menga o'xshaydi-ku. Men hozir nimada chiqarib qo'ygan oldingi yaproqchi menga degan dal bishani ko'rsatdi, ya'ni odamning peshonasi qismini ko'rsatdi. Lekin o'ttir menga odamning beshining cho'qqisini ko'rsatdi-ku. Mush atrofdagi ya'ni o'ttir menga deymiz. Endi oqa menga bu odamningki gadinning yuqori tarafidagi ya'ni ko'rsatdi.
Endi adamның çoxusu bilan gədəninki bu qulaqның arkasındakı, yəni bunu mərkəzi meڭə deyimiz-çü. Aşağıda uçur aloqa bir tərəf bolduğan uçur aloqanınki hər qaysı oxşamagan qismға uzatılıb berilgan, yetkizilib tasqab berilgan aşı, yəni o'ttir meڭə oldu. Anandan keyin o'ttir meڭə bilan bu deməninki o'ttir meڭədən chiqqan uçurni odamning badaniga yetkazib bergan gadan tarafniki dal shu gadanga tushirgan qismini buni g'o'l meڭa deymiz. G'o'l meڭa orqali odamning o'murtqiga olishib ketadi. O'murtqining ichida oq modda, kulrang modda deb ikki xil modda bo'ldi. U odatda shu odamningki meڭasidan chiqqan signalni badandagi o'xshamagan a'zoga yetkazib berish roli bor. Adamın hareketini kontrol qilish bo'pmi. Endi buni mushunchalik tushuntirib bersam, meningcha yetarli deb qarayman. Buningdan ortiq tushuntirishga to'g'ri kelsa, birinchidan mening bu qadar bir qancha sizning 5 rayonga bo'linibdi-da. Bu 5 bo'lakka bo'linishida hammasining o'zining o'z oldiga funksiyasiya roli bor, ammo ayrim yerda vazifalari ayrimmi? Vazifeler ayrım-ayrım. Şuna mani men adli tushuntiray degan yerim shuchu. Şuna ikinci rasmga chiqasın o'zsingiz, ikinci rasmda shu mush 5 bo'lakni ayrım-ayrım ko'z maning ichidan da savolingiz oldi bilan javob berayotay. Mavo men meڭini xuddi yandan kesgandiki nemelik şu xaritasiga qarab turib, shu bo'yicha mushun talashni to'g'ri ko'rdim. Çünkü bunda bo'lishlik sabab buningda odamningki his tuyg'u bilan harakatni kontrol qiladigan bütün funksiyasi asosan mishada ko'rsatib berilgan. Masalan, siz dedingiz meڭiningki her bir qismi, 5 qismning hammasining o'zining funksiyasi bormi? Albatta. 5 qismning masalan bu ko'zning yuqori tarafida turgan ko'kish rangninki bir mana ko'rikdek turadi, ashning boshlanishi. Ashning o'zi oldingi mening qismi shundami? Uni frontex deymiz. Uchur biz kirgan vaqtida uchurninki mandaqcha aytgan chaqda qabul qildigan yer dal shu. Anandan keyin nimaga kelsak, bu o'ng so'l ikkiga bo'lindi-chu. O'ng tarafi odamninki xuddi o'ng qo'lga o'xshaydi-chu. O'ng qo'l tarafdagi meڭa odatda sal cho'ngroq bo'ladi. So'l tarafdagi meڭaga qaraganda, so'l tarafdagi meڭaninki hajmi ozroq bo'ldi, lekin harakati jiqroq bo'ldi. O'ng tarafdagi meڭaninki hajmi sal cho'ngroq bo'ladi. Harakat buningki intayin nima bo'ldi? Inkas qaytarish nimasi tezroq bo'ladi. Nima uchun tez bo'ldi degan chaqda, uchur kirgan vaqtida, uchurni masalan biz ko'rash orqali nimasiniki, shu burnimizning purash orqali kirgan uchurdan boshqa ham uchur shu meڭaning oldi qismiga oldi bilan yig'ildi. Yig'ilgan vaqtida bu ikkiga bo'lindi. Mesela o'ng tarafga kirdigini kon uchur hisoblanadi. Masalan, qisqasini aytsak, masalan biz yo'l meڭish yoki bo'lmasa o'zimiz davomli tunishgan bir ko'chada mansaq, ash ko'chani biz o'ng qaralamdik, so'l qaralamdik yoki bo'lmasa bu ko'cha uyimga boramdi, bormi deganda bak o'ylashib ketmaymiz. Nima uchun bu ko'chada biz davomli meڭayotgan ko'cha. Shuning uchun biz o'zligimizdan ash ko'chaga qarab mengib, o'zimizningki bu o'ng tarafga qachilangan konu uchur bizni shu uyimizga olib boralaydi. Bu nimada inglizchadan da redundant information deymiz. Vaqt o'tib ketgan uchur degan bilan o'xshashga chiqib, yoki konu uchur. Shuning uchun odam davomli degandek o'ng meڭini jiqroq ishlatishni yaxshi ko'rdi. Nima uchun? O'ng meڭida hamma pishig'inib ishlab bo'lgan, biz ugunib bo'lgan, biz asosan ko'nab bo'lgan uchurning hammasi o'ng tarafda turdi. Hamda so'l taraf nima uchun ost bo'ldi deganda, odamning so'l tarafdagi meڭasi yangi uchurni qabul qilgandan keyin uni ugunishga tirishdi-chu.
Adamның nerv sistemasi aş qabul qilib, yenidən ügünüb, özləştirishga tirishadi. Bəzilərini qabul qildi, bəzilərini rədd qilib yutadi. Şuna sol tarafdagi menga birinchidan ishlab chiqarishni nima qiladi, asos qildi, yana birisi hazm qilishni asos qildi. Şu sebepten adamның sol tarafdagi mengisi astı mağdı. Bu bəzən nəsli, məsələn, biz yeni til öyrənən vaxtında yeni til aldı bilen sol taraf adamның sol tarafdagi mengisi kirdi. Sol taraf kirgandan biz ahang bilan, oniki tavushi bilan, hamisi bilan azaq tunishib o'timiz. Tunishib o'tgandan keyin barbara tunishchiligimiz o'sdi. O'sgandan keyin tavushni qabul qilamiz, arabni qabul qilamiz, ahangni qabul qilamiz. Shuningla u uchur ma o'ng tarafga o'tishga boshlaydi-chu. Ani bag'an sari o şu tilga münasebetlik uçur köpeygen sari o til ma o'ng tarafda xuddi tamninki ulu qo'pirilgandek qish bir-birisining ustiga qo'yilib, qo'pirilib ma'di. Qurilib ma'lum darajaga borgan vaqtida ani o rasmiy o'zi bizniki chet el tilimizga yoki bo'lmasa ana tilning sirtidagi bir tilga aylanib, bizniki ming sistemimizga o'tiraqlashishga boshlaydi-chu. Andan keyin u tilni biz ishlatishga boshlaymiz. U tilni anglagan zaman bizning o'ng tarafdagi menga ishlashga boshlaydi-da. Shuning bilan u til bizga nisbatan tunish tilga aylanishga boshlaydi. Tunish tilga aylandi degan gap o til sol tarafga kirishning hech zaruriyati yo'q. Biz ko'rgan zaman menga o'ng tarafi ishlaydi. O'ng tarafi bilan o tilni biz ishtikli tunib olgan bo'lamiz. Lekin shu tilning ichida nurg'un so'zliklar bo'ldi, masalan. Yangi so'zliklarni olgan vaqtda biz azroq surtimiz aslab ketadi. Nima uchun? O'ng taraf menga yangi tilni yoki bo'lmasa yangi so'zni qabul qilish kerak. Shuning uchun aslab ketadi. Ondan barbara u ikkisi birlashib, andan keyin biz shu yangi tilni, yangi so'zlikni o'rgangandan keyin o'ng tarafga o'tadi. Yani o bizniki söz bankamızga kirdi. Bankanın içindeki sözün miqdarı aşqan sari o bizniki özümüzün yığıp mangan sözlükümüz oldu. Yığıp mangan sözlükler öz bizniki til şekillendi. Mesela maşina edeşme o'xshash gap. Birinchi olab biz rolni tutgan vaqtimizda biz surtimiz naydi asa qo'qanchilik bilan rolni tutamiz. Bu nima deganda mening sol tarafida bu uchur bizga nisbatan yangi uchur. Biz əzəldən körə baxmagan yoki qabul qilib baxmagan biz üçün natunish uchur. Shuning uchun sol taraf ishlaydi. Andan keyin u qabul qilingandan keyin darhol biz qayta takrorlaymizda, odam shunga bir narsani qayta takrorlash orqali o'rganadi, o'zlashtirib, ana o'ng tarafga yo'tkaydi. O'ng tarafga yo'tkagandan keyin u bizning o'zimizninkiga aylandi. Andan mishada Əmdə uçur əlaqə bilən bizim hərəkətimizə münasibətlik əsasən həmmə qism müşahidə var. Əmdə bununki yeni bir bətki ölsəniz, əsasən bugünkü tema başqa niməmiz, biz his duyğu bilən yap bu emas. Yeni bir rəsm var. Müşahidə sol tərəflə o'ng tərəfini düşündüyünü müşünümə yeni birisi qoydum. Doğru. Əmdə müşahidə mandaq bir narsa var. Limbik sistem deydi. Limbik sistem degəni hərəkətni, inkasını kontrol qilish sistemi hesablanır. Bu inkasını kontrol qilish sistemisi adamның bayatın dedimiz ki bu həmmə beş qisminin həmisininki özünün funksiyası barmıdır. Əlbəttə, şu beşinin içindəki dəl oturtdaki yeşil rəngli tuğan ya dəlmiş şu. Ani yeşil rəngni qaplab tuğan meningki peshanning oldiga keldigan qism bilan endi peshanning ustiga chiqadigan avvalgi ko'rikdek bayan men ko'rsatgan yeshil rangli narsa dal o'tirdiki ashilga egmak shakldagi jilandek turgan qism shu dal shu. Endi bu nimaga kelsak, endi mush suratning o'ziga qarasanglarmi, bu suratda bundaq bir qancha narsalar bizning diqqatimizni qo'zg'aydi-ku. Buningda birinchi olab meningki tushuntirdim hypothalamus degan qism-chu. Yana bir nimani aytcham, hypothalamus degan mush qism dallatda mening oldidagi qism shu dal shu. Bu
Nimi hypotalamus bunun da asaslığı hypotalamus mındak nimi şekilde çok mındak uzunçak şekilde buldu. Salma miğninki otturga qarap mağdı çok. Otturga enanınki miğninki ottur miğe qarap mağdıgan kısmı. Şun bu yana bunun asaslı rolü adamınki bedeninki hormonlu tanışaydı. Hormonlu tanışaş bilen bir vaqtda yana birisi. Şu. Hormonu tanışaydı. Hormonu tanışaş bilen bir vaqtda iş hareketini başkurdu şu. İş hareketini qandaq başkurdu degende ilk adam biz mağımız, kolumuzni işiltimiz, hareket qılımız. Aşında uşaq düşük bizninki kolumuzun uçuda yakımızı putumuz bilan qıldıgan hareketininki hammasini muşu miğinin muş qismi başkurdu. Ondan başqa bizninki qusqumuzun içi, bizning ishtahanınki nima içilib ketishi yoki nima qilishi hammasi mushu miğinin muş qismi bilan munosabatli. Ani birisi yana birisi er ayol jinsiy alaydiligi mushning harakatini mush qism kontrol qildi. Eng muhimi bu yerda biz bilishga tegadigan narsa odamninki his tuyg'usini normallashtirish uchun tanishib turish roli bor. Xuddi lagalakninki ma o'tirishga chiqqan ishdan jipga o'xshaydi-ku. Davomli tegi bu yer nima desa miğning mush qismi bizga eng bevosita ta'sir ko'rsatgan nimaninki aşı 4 xil mındaq pozitiv nimaning ijobiy hormonning hammasi bir şey ishlab chiqaradi. Birisi adrenalin deymiz. Adrenalinni bir şey ishlab chiqaradi. Dopamin bir şey ishlab chiqaradi. Ondan keyin dopamin bilan noradrenalin bir şey ishlab chiqarildi. Shuningla odamni xush qildigan odamninki nimaga ro'y dunyosiga bir xil nima his tuyg'u berilgan ham odamni asroq nima qiladi-chu uyqusini kontrol qildigan yoki badanni temperaturasini kontrol qilgan mushning hammasini asosan bir şey kontrol qiladi. Andan keyin nima shu kortizon bir şey ishlab chiqarildi. Bunda bo'lishdan boshqa yana mushu qism odamninki nimasi bilan munosabatli-chu odamning bir qo'shib ketishi yoki bo'lmasa qayg'urishi yig'ining paydo bo'lishi nima uchun yig'a ko'zninki moya nimasidan chiqadi ayak hormon bilan eng yaqin nima baz ashadi shuning uchun yig'ini kontrol qiladigan nimami men qismi dalmush shu andin nimaga o'tsak talamus ishkishin yana bir betga o'ting talamusda hamda bu nima desangiz bu bizniki masalan uyg'unish uxlash uyg'onish his tuyg'u asli qoldirish ash funksiyaning hammani aşağı başkurdu. Anondan keyin bu yerda men bir eskartib qo'yadigan bir nuqta. Mushu funksiyaninki masalan talamus degan odamninki dal o'ttirishchi o'ttir menga bor-ku, bayan birinchi nimadagi yeshil ko'rangani dal shu. Bu yerda uchur oldi bilan kirib aşağı yig'iladi-chu. Xuddi bir binoga odam kirgan vaqtida oldida reception bo'ldi-ku odatda odamlarni qabul qiladigan. Shunga o'xshashli bir yer. Uchurning hammasi kelgandan keyin uchurni o'qishmagan yerga bu mundaq yo'lga sap berdi. Buningki roli xuddi nimaga o'xshaydi. Mundaqcha aytganda bir poyezd stansiyaga o'xshasa bo'ldi. Poyezd stansiyasiga hamma poyezdga keldi. Poyezd kelib odamni tushirganini tushirib, qabul qilganini chiqarib, andan keyin poyezdni o'qishmaga yo'linishga yo'lga seliydi. Şunu bunu bir uçurninki şu yıkılış o'rni deb tushunsak bo'ldi. Ana bunun rolu mu men bayan degandek sal murakkabchi. Mesela uçur bir taraf qilishlamliqda uyg'unishni bayan dedim qo'y, o'ng taraf sol tarafninki menginki aşağı bilan bu bevosita ulug'liq ham munosabati bor. Andan keyin uxlash
bu melatonin degan alayda bir nima bor. Odamning miyasini tanshab turadigan, uxultadigan hormon. Melatonin dal mishada ishlab chiqarildi. Andan keyin melatoninninki yuqorilash, tuvanlash miqdorini soatga qarab turib tanshab tura oladi. Masalan, kech soat 20 kecha 2 bilan 3 ning oralig'ida melatoninninki miqdori eng yuqori bo'ladi. Shunga miyaning osh qismi 100% butunlay agar biz rahat uxlay olsak, harakati eng tuvan, eng ost holatga tushib bo'lgan bo'lishi. Shunga cho'nqur pitib uxlab ketgan vaqtda REM sleep deymiz inglizcha uni. Qetib uxlab ketgan vaqtida odam o'ylay hech qanday farqlanmaydi-ku. Miyaning o'tir qismiga uchirib bir taraf qilganda asosan u odamninki ichki organninki eng tuvan holatga uchirni bir taraf qilishdan boshqa asosan hamma funksiyasini to'xtatadi. Shunga odam uxlay oladi. Anan odam uxlagan vaqtida bu melatonin ishlab chiqarib qolmasdan melatonin bilan birga yana bir xil hormon ishlab chiqadi. Xuddi nimaga o'xshaydi? Buningki miyani adalash iqtidori bor u hormonninki. Ondan odam uxlagan vaqtda melatonin yaxshi ishlab chiqara olgan, ikkinchi bir xil hormonni yaxshi ishlab chiqara olgan miya atdiganda qo'pgan vaqtda odam uyquga qiynib qo'pgan bo'ldi. U hormonning asosiy iqtidori odamning miyasi deganiki bu signal bilan bo'ladigan narsa. Shunga nerv sistemi signalninki qo'yib berilishi, signalning qabul qilishi. Bu ikki narsa bilan munosabatlik. Birisi signalni chiqardi, yana birisi qabul qiladi. Onda bo'lsa, biz bak charchab ketgan vaqtimizda yoki bo'lmasa haddan ziyoda bir ko'p ishni qilib o'tgan vaqtda uchirijiq qabul qilish osti bo'ladi-da. Shuning bilan miyamiz yerib ketgandek his tuyg'u kelamiz. Agar biz uxlasak, rasmiy rahat uxlayolganda, shu miyada u yana bu yoqqa uchib yurgan yoki bo'lmasa, nagi berishini bilamay yurgan uchurlarning hammasi u bir axlat. Aslında hemen jig'idichu, ash hormon tozlaydi. Xuddi yani nima qilganga o'xshash, masalan, yerim kechada va nurg'un shaharlarda yer tozlaydigan mashinalar bor. Ko'chaga chiqib butun narsani, ya'niki axlatning hammasini yig'ib, atdiganda chiqsak, ko'cha paq-paq bo'lib qoldi. Shuning o'xshashlari ol. Şuna onunki aşına tanışışdan başka etigen oğanda saat 7'den başlap melatonin miqdarı şiddetle düşüşke başlaydı. Yaş küçüğaygan sıra melatoninin düşüşdüğü vakti aldı qarabırak bağlıçı 7 olmay belki 6 oluşu mümkün. Yoki 6-20 oluşu mümkün. Aşnaq oldu. Endin yaş qanchaki kichik olsa melatonininki odamninki miyada aşağıda eqib yurish nimasi sal uzoqroq oldu. Mesela nurg'ulgan yoshlar atgan soat 9gacha uyqusini ocholmaydi-ku. Onda bo'lishdagi sabab shu talamusninki harakati 100% yetilib bo'lmagan. Shunga melatoninninki miqdori yuqori, lekin uninki tuvanlash sur'ati sal asroq bo'ldi. Shunga atganda yoshlarninki 14, 16dan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarninki uyqusini ocholmasligiga sabab yana bir nimasi asosi shu. Andan keyin o'qituvchilar, ana bu oiladagi ota-onalar bunga aytdi, ushshoq bo'lish kerak. Shunga balni eng yaxshi baldur uxlatish, ham deganda 8-9 soat cho'qim uxlagan vaqtida andin badan miyadagi talamusning ichidagi melatoninning hammasi asosan iste'mol qilinib bo'ladi. Shuning bilan atganda melatonin qolmaydi. Andan keyin boshqa adrenalin bilan dopaminning miqdori eshib mangdi. Shuning bilan biz uyg'onamiz. Nima? Mandaqcha aytganda xuddi mashinaninki motorga may qachilgan o'xshashlar. Nima? Hukm. Odamninki mingsimi o'zini aytib sagak, to'liq uxlab, aramagandek his qildi. Atganda ishimizga nayt tez kirishib ketalaymiz. Andan keyin buningki his tuyg'uga munosabatli bir yeri bu odamning mush qismi nimasi talamusda asti qoldirish iqtidorini oldi bilan kontrol qiluvchi his tuyg'u masalasiga kelganda jazolash bilan mukofot
beriş. Asasen müşahede kontrol kılındı. Adam naydı özünü naydı hoş olup, özgünü mesela mukabbatlaş nimesi duygusu kelgende mi? Menin muş kısım başkırdı. Özünü naydı cinayetçideki his kılıp, özünü naydı köngülü yerim boğan vaxtıdı mı? Özünü günahkar hesaplagandı mı? Muş kısım. Menin muş kısmı kontrol kılındı. Yani üçüncüsü kelsek, üçüncüsü ötü o. Üçüncüsü hipokampus degeni. Bu hipokampusninki asaslık nimesi, asaslık rolü nime desem, hipokampus nime kıldığı ügünüş. Bu hipokampusu xeritik qarasınız mı? Hipokampusninki nimesi, sel meninki nimeki akıgırak düşüdü çok. Bayan dedik koy, gol meni dep. Menin xeritisiga qarasanız, mana bu muşu kulaqning oqisi, bu gədəm bilan oqi meninki aldidagi shu yetki qismni buni hipokampus deymiz. Andan keyin buning asosli roli men bayan deb o'tgandek, birinchidan buningki o'rganishni, bir narsani yangi o'rgangan narsani darhol uni muqimlashtirmandir. Ana yana birisi biz yangi narsani o'rgangan vaqtida, masalan, xuddi yangi mashina o'rganganga o'xshash yoki bo'lmasa bir yangi bir narsani o'rgangan vaqtimizda odamning miyasini kod yasab chiqarishi. Ondan nima uchun ba'zi odamlar ma'lum kasbda intayin yaxshi bo'lib, yana bir narsada ancha yaxshi bo'lmaydi. Masalan, o'rganishga to'g'ri kelganda bizda kasbiy odamlarda o'zlarida bir xil ma'lum bir o'yinlarda night uslub ketadi. Nima uchun? Chunki bir odamningki o'zining miyining qurilmasi o'xshamaydi-ku. Shu ma'lum bir kasbni o'rganganda, shu kasbning ahli bo'la olamdi yoki bo'la olmamdi. Shuningdeki, munosabat uchun hammani egallay olmamdi degan shu narsa kelganda, o'sha hipokampus mushu night açqışlıq rolunu oynayalaydı. Lekin adamның miyinin o'tirdiki uchurni bartaraf qildiganga hamma adamning asosi o'xshash oldu. Lekin u uchur shalinib, haqiqiy uni harakatga aylantiradigan, ashnaqa kod yasaydiganga hipokampus. Onda xo'ganikin buning roli biz o'ylagandan bakrak muhimchu. Muhimliginiki nimasi men bayon degandek buni yangi kod yasab, biz o'rgangan yangi yönəni, bir qo'limizda o'rganaylik, ko'z orqali mayli naqsha aytish olsun, yoki bo'lmasa mashina haydash olsun, yoki gilam to'qash olsun, kiyim tikish olsun, yoki bo'lmasa yangidan o'rgangan jingni ish olsun, yoki eng aqalli popak to'qish. Mushundaq narsalar, mush hipokampus meningki, mush qo'l menga tarafidagi ash qismida saqlanib mavdu. Bu xotira uzun mezgilli xotira hisoblanadi-ku. Bu oson jutib ketmaydi. Anondan davomli verdi. To'xtab turma, chiroqni bir yo'qotayman. Anondan bu uchur oson yo'qolib ketmaydi. Masalan, siz kichigingizda bir narsani o'rgangan bo'lsangiz, shu uchur siz xeyli cho'ng'igacha davomlashadi-ku. Davamlaşıp, mesela siz 10 yıldan ki yana qayta şu yönəni qo'lga olsangizmi, siz tezla onu qabul qila olasiz. Andan keyin şu yönəni yana o'rganib o'zlashtirib ishtiklam, qo'lingizga ishtik kirisha oladi, uni ishtik olib keta olasiz. Nima uchun? Odamning badanida, odamning ash qismida hipokampusda yasalgan kod var. Shu kod bilan siz o'rgangan shu yönəni aşı yangi uchurni u allburun uchurga aylantirib, aşağıda xuddi xotiraga o'xshab saqlab turadi. Siz qachonda uni ishiltiman desangiz, tatib elib chiqib ishlasangiz bo'ldi. Uni faqat vaqt masalasi. Ana uning ustiga albatta boshqa uchurlarni tizilib mangdi. Anadaki siz lozim bo'lganda tatib chiqib ishlasangiz, istiklam u uchur qayta men bayon degandek odamning o'ng tarafdagi miyada o'tiradigan uchurchi. Anında ondan dəlhar solğa çıxıdı. Sol tərəfə ötəb, onu qayta siz onu yenilaşdığını məcburlaydı. Şuna siz burun öyrənən öyrənəni siz qayta öyrənib, nima qilsangiz, iştikli özləşib yetişdiki yeni bir səbəbmiş şu.
To'xtab turma, bir chiroqni yondirib qo'ygan. Endi yana bir narsam shu hipokampusniki men bir şey tushuntirib o'tadigan narsam nurg'un odamlarda bir nima bo'ladi-chu. Nima deganda alayda ba'zan bir odamlar bir alaydiligi bor bir odamlar bo'lib tug'ilib qoladi. Endi uningki shu alaydiligi nerede ifadeniz hipokampusda bir boşluk bo'ladi-chu. O boşluqningki cho'ng kichikligi har bir odamga o'xshashamaydi. Ba'zanlarnikida u boshliq kichikroq bo'lishi mumkin, ba'zanlarnikida cho'ngroq bo'lishi mumkin. Lekin masalan nima deganda masalan Beethoven alaylik. Beethovenninki muzikaga nisbatan talantini aytdi alayda. O Beethovenninki oldiga o'tib, hozir Beethovendek yana bir ashnaq 11 simfoniyani yozgan yana bir muzikant yo'q. Ananınkin yana birisi Beethovenning eng nimasi hayotininki oxirgi bo'lgan chog'da bu odam ham gasol qolgan, ham qori bo'lib qolgan. Ham anglamaydi, ham ko'maydi-chu. Demak, ko'rash bilan anglash ufqi men bayan degan nimaga yetadi. Meningki o'tir qismidagi uchur bir taraf qilish markaziga boradi. Ananınkin u yerga borgan uchur ananınkin nima ham munosabatlik yerga avatildi. Ana hipokampus nima desa odamninki qo'lining harakatini. Masalan, muzika anglagan vaqtida uni chilish uchun qo'lni harakatlantirish kerak. Shu harakatni kontrol qiladigan, ashning tezligi yoki ostligini kontrol qiladigan yetalmishi. Shunga ba'zan muzikantlarninki beshini nima uchun oldiga mundaq egib turib qilishdiki yana bir sababmi shu. Odam o'zininki meningki nari bakrak ishilsa, ashani kengaytishga yapolmasa o'zligidan bakrak tutishga to'g'ri keladi-chu. Alaydirek tutishga to'g'ri keladi. Shunga nurg'un muzikantlarninki badanninki harakatiga qarasangiz bo'ynini sal so'zavroq, mundaq oldiroq intilgan holatda ko'proq ko'ramiz. Ashuna bo'lishdagi yana bir sababmi? Hipokampusniki hajmini kengaytib, o'zida bor yo'nalning hammasini ashuna to'liq ishlatishga tirishish. Lekin endi bu ilmiy nimada odam hech qanaqa inson men quvvatini 100% ishlatgan inson yo'q hozirgacha. Eng jiq mengni quvvatini eng yaxshi ishlatgan inson Einstein deydigan. Einstein 100% mengni quvvatini ishlatgan odam emas. U faqat mengninki 30%dan sal yuqori qismini ishlatilgan inson hisoblanadi ekan. Endi mush qismini bir şeyda qisqa tushuntirib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Ondan mush hipokampusniki iqtidori qanchaki kuchli odam o'zi nayt salmoq bo'ladi. O'zini salmoq tuta oladi-chu. Ananınkin aldıranğılık qilmaydi. Ba'zan odamlar bor, bak ig'ir besiq, o'zini tutib olganda badanidan ko'rib oldi-chu. O o'zida ifodalandi shu salmoq. Nima uchun hipokampusniki birinchidan hajm sal cho'ngroq, ayada bo'shliq sal cho'ngroq. Uningda qabul qilish iqtidori kuchliroq bo'ldi unaqa odamlarning. Endi uningda qabul qilingan vaqtda yangi uchur ishtik kodga aylandi. Ana shunga bu xil insonlarningki bir narsani uchurni ko'p qabul qilish, ana uchurni ishtik azm qilib bir taraf qilish iqtidorim kuchli bo'ldi. Shunga ishtik manda xuddi mana bir narsani desam bo'ldi, kichikroq qachaga siz mana suv qo'ysangiz ishtik to'shab qoldi, tushunammi? U agar misol cho'ngroq bo'lsa ko'proq suv kiradi. Shunga o'xshash nima alomat. Chunki bu mush hipokampusning shu g'o'l miyig'ninki oldidagi mush qismning odamninki his tuyg'usini tansiyachi bilan shuning munosabat uchun saqlash iqtidori bor. Shunga kechiring.
Ma'lumki muzikantlardaki biraz aldığı ilgilgen halatda bir xil kamtarlikninki ko'rinishi vakin deydi. Ama normalde şuna olduk biraz aldığı inişken küçük piyil ko'ringan insonlarning biraz aldığı inilgan ve halatda odatlanadi. To'g'ri. G'adaygan kibir qilgan insonlar g'adiydi biraz. To'g'ri. Bun qarab bu g'adiyishmi odatda meningki shu hozirgi hipokamps tartgan doirasini kichiltirganligini ilmiy fuqaro ekan degan bir narsa aqlimdan kechdi hozir. Yani g'adiyishdan kamtarlikniki ifodalanishimi mening shu rayonni kichiltib cho'ng'aylig'iga nima qilgan aloqador qilgan deydi. Mayet ikki xil narsa var. İki xil uqumni men şäl azaq tushundirib o'tib ketay. Bu belki bak munosabatli emas, lekin mas'ul so'rab qoldingiz. Shuni tushundirib o'tib ketay. Ilqi ba'zan odamlar ilqi beshirmada oldig'imda sep turdiganchu. Bu tushkunlik bilan ma ingak va nemaga taqishibroq turdichu. Ilqi bu beshirmada silibroq turadigan odamlar bor. Bu bunday odamlarningki hipokampusni cho'ng desak xatalashib qolamiz. O cho'ng bo'lmaydi. Bular nima desa, menga tushgandikilar oksigen menga kiradigan tiniq oksigenning miqdori ozlashga boshlaydi-ku. Ozlashga boshlagandan keyin men bayon ko'rsatgan, meningki oldida qismga uchur qilish o'zligidan kichiklab ketadi-ku. Kichiklagandan keyin menga o'ttirga boradigan uchurni bir taraf qilish markazmi o'zligidan hajm jihatdan kichiklab ketadi. Shunga bilan hipokampusga boradigan uchur yoki signal oslab ketadi. Shunga bilan 15 ni maqsad to'g'ri odamning harakati ostoldi odatda. Oslab ketishdagi yana bir sababmi shu. Anondan keyin odam qo'rqqan vaqtida nima qiladi-chu, badanni ichiga nima qiladi? Hargiz qo'rqqan odam badanni sirtiga bunday gul ichilgandek sirtqa yaymaydi. Nima uchun? Qo'rqinchaqlikning o'zi, men hozir amigdalani tushundiganda nima qilaman? Qo'rqinchaqlik gul odamning nimasi mengisi, gulga o'xshasa, qo'rqqandikilar istik jumilib oladi. Jumilib olgandan keyin hipokampusniki hajmini kichikiltib yutadi. Bu faqat hipokampusning ichida o'tirdiki, amigdala degan xuddi po'chaq o'xshaydigan shunchaliklar, uning cho'ng emas. Aşı qism adamniki bütün bedenini kontrolga elib oladi. Kontrolga elib olgandan keyin qo'rqish bilan ochiqlanish. O'zini qanday qilsam o'zimni qutuldirman, yoki bo'lmasa qanday qilib ochiqlanish orqali o'zim kelayotgan hujumni sirtqa nima qilaman, o'zimdan neriroq tutaman degan shuning qiltirishidi. Yoki bo'lmasa adamның mengisi mundaq jumulgandan keyin gul mundaq ichilgan narsa jumulib qolgan vaqtida adam yana bir nima bor, his tuyg'uda freeze deydigancha to'nglash, qetib qolish holati. Bu nima desa, xuddi siz yo'lda mashina haydayotgan vaqtida bu jaranda ko'p uchraydi. Jaranlar yo'rg'ulikqa qarasa oson qetib turib qoldi-chu, qanday qilishini bilmay. Adamning badanida ashunaq bir holat bo'ladi. Lekin o holat uzoq suzulmaydi. Adamning tabiatida o'zini o'zi qutuldirish nimasi oldi-chu, o'zini o'zi qutuldira oladigan miyning ashna funksiyasi bor. O ash funksiya hipokampusda bor. Ashaga joylashgan. Ba'zi odamningki kuchliroq bo'ldi, ba'zi odamning sal ojizroq bo'ldi. Shunga bo'shliq deganim dal shu. Anondan keyin amigdala 4-incisi meningki siz mening xaritini olsangiz 5-ci serialmada amigdala xuddi po'chaqqa o'xshaydigan hipokampusning qishiga ega. Öşkürdüğün aşı istiyorduğun hemmisini ifadeleye alaydıgan ya amigdala. Anondan keyin nurgun adam açığı bekep ketken vaqtida o'zini kontrol qilolmay nima qilib ketishimi amigdalaningki o'zininki masalan qo'rqinish hammasiningki o'zininki his tuyg'uni butul kontrolga olib ketganligining ifodasichu. Shuni bilan amigdala ashunaq qo'rqinish holatiga o'tgan vaqtida uning qishdagi hipokampus deymiz qolgan 3 qism
həcmi tuyuqsuz kichigilab, ular ish harakati bak aslab ketadi. Aslab ketib yoki bo'lmasa hajm kichiklab ketadi. Shuning bilan amagdala butun odamning mengisini kontrolga ilib olgan ahvol bo'ldi. Shuning bilan ochiqlangan odamlarga siz gap qilsangiz bu mengining oldi qismidagi uchur qabul qilgan ya etib qolganchu, shu u uchur kirmaydi. Sizning degan gapingizni anglamaydi. Unda qolgan ekan sizning gapingizni anglamadi degan gap ko'rish, anglash, eg'iz, til hamma narsaniki nimasi ya nol yoki bo'lmasa aslab eng tuvan holat tushib ketganda mingning o'ttirg'i boradigan uchur miqdori intayin azlab ketadi. Shuning uchun u uchur azlagandan keyin amigdala qanday qildi deganda amigdala hipokampusga ish qilmay qoladi-chu. Nima ish qilishni bilmay, uning hajmi kichiklaydi. Shuning bilan amigdala anan keyin hamma narsaning surati aslagandan keyin qanday qildi desam, menga nim qilgan qonga ajit tushmay qoladi. Shunga qonning hammasini bisimi amigdala puchaqdek shu cho'ng kichik puchaqchiliklar bor shu qismga markazlashib qoldi. Shu nima uchun odamlar ochiqlanganda meningga qattiq tiqilib ketishlik sababi shu. Chunki qon besimning hammasi puchaqchilik shu yerga yig'ilib qoladi. Andan keyin shunga biz u xil insonlarga qanday qilmas deganda tiniq al yoki bo'lmasa tiniq tizilishib ketadi. Qon besim nimani meningning ichki besim yuqorilab ketgandi. Tiniq al deb tiniq ilishga nima qilib ilhomlantirib tiniq olgan sari qon nimaningki meningki bosh qism yoki badanning bosh qismiga mengishga qarab yuzlandi. Shuning bilan amigdalaga tushundigan besim azlaydi. Shuning bilan qo'rqinish bahan sari rayatga aylandi. Rayatga aylangandan keyin andin shu puchaqchak shu qism ana mengning bosh qismi bilan uchur aloqa qilishga boshlaydi. Harakat uchur kirib chiqib aloqa qilishga boshlangandan keyin andin xuddi odamning ochiqi yinib qolgandek, yana qayta o'zining aslini tepib olgandek holatga tushishlik sabab shu. Shunga bu amigdala odamning badaniga nisbatan aytgan chog'da intayin muhim. Andan keyin nurg'un masalan shu masalan nima deymiz, masalan hozir shu jamiyatda ko'p uchraydigan o'xshamagan zarlik chekimliklar, aroq, tamaka, shuning hammasi shu amigdala mingning o'tir qismiga ta'sir qiladi. Ana mushuning ta'sir qilish asosida mushuning ta'sir qilgan hormonni yuqori ko'tarish yoki tuvan tushirish orqali odamning nimasini, ruhiy holatini o'zgartirdi-chu. U tabiiy emas, sun'iy holda yuqori ko'tarib tuvalatadigan ashunaq bir ahvolni shakllantirdi. Ananiki eng oxirgi 10-serialni olsangiz, ashuningda hamda shu bir kichik bolaninki bir nimisdek bir rasm, lekin bizga shu men bayon degan hukmning hammani oddiy bir surat bilan tushuntirib beradi shu. Masalan, birinchi ko'k uchur qanday qabul qilindi? Uchurning kirgan manbasi, kirgandan keyin mayada poyezdek u uchur qanday qilib menning o'tir qismiga boralgani. Boralgandan keyin qabul qilinib, hammaga avatilib bo'lgandan keyin ma'lum qismlik uchur, hammasi emas shu, ma'lum qismi amigdalaga, puchaq shaklidagi qismiga shu yerga bordi. Ana shu qism, ananiki u uchurni yaxshi ko'rsa, o'zi qabul qila olgani albatta xushalliq, o'ziga qabul qilamagan yoki o'ziga hujum deb qaraganni u xatar deb tushundi. Faqat ikki hukmni nim qildi. Qilgandan keyin xatar deb qaraganning hammasiga qaytarma hujumga o'tadigan holatga tushirdi. Shuning bilan aşı orqali o'zini tanishaydi-chu. Andin o'zini mukofot tuyg'usi paydo bo'lib, o'zini nayt xushal his qilgandimi, amigdala oldi bilan harakatlandi. Ana shu rasm balkim eng oddiy usul bilan shu bugungi so'zlamoqchi bo'lgan nuqtamizni tushuntirib berishga eng yaqin deb qarayman. Buningdan oddiy rasmni men topolmadim, rasmni aytsam. Shu amigdala millatda xuddi nimaga o'xshashlar? Shu cho'ng kichikligi
Aşı mağızçı reklam açıyor. Ana aşı mı insanınki en konu kısmı, mağının en burun payda olan kısmı hesaplandı. Elqe mesela biz insanların hem de 1 milyon yıldan artıq tarihi var, insaniyetin payda olup, terakki kılıp hazır elbette ma dinde başka düşündürdü. Yani insaniyetin terakkiyatı da mağınınki en baldur kelgen kısmı aşı amigdala. Bu amigdalanınki en çoğun rolü insanın yüzüne qoğdaş rolü var. Bexatarlıkını aldı bilen seziş iktidarı var. Şunun için o amigdala en kadimi, adamın mengisi en kadimi kısmı hesaplandı. Yani en deslep yetilgan organ. Doğru. En deslep yetilgan organ aş mengi kısımdaki menginki organ desek mi olmay? Menginin özü organ bu. Menginin kişilikte aşı kısmı aşı. Unda aşağıda urığı degende gepkinde. Aşağıdan anındaki mengi manda kalgan kısımları koşuluş arkalık mengi çoğu yapmağı için. Şuna insaniyetninki mengisi deydi ki insanın mengisi her 100 bin yılda bir acım çoğuydu deyip aslında nima qiladi ki aslında bir hukum var. Hem de bu biz 100 bin yıldan keyin bizning mengimiz çoğuyup ne gördü onu ben birnim diyemeyim. Lekin hukum aslında. Şuna şu amigdala şu puçak çerek bizning örük meğiz çerek nimamiz en kadimi yetilgen mengi şu. Onundan keyin hipokampusning acimi çoğuydu. Onundan keyin bopmo bu nimeninki talamus menginin oldu kısmı nayt şiddetilen terakki kıldı. Şu anda menginin çoğu uçur bir taraf kıldığında aşımın nayt şiddetilen terakki kılan insanların mengisi. Bu mesela qarab baxsanız maymunun aşı men kurulması var. Hem insaniyetin men kurulması en yakın men kurma birisi maymun yani birisi çoşqa. Yani aş işkilisi mengisi qarasınız mı aş menginin kurulma nayt yakın. Oxşap ketadi. Lekin ne üçün ular biz qila olgan qilolmaydi deganda bizning mengning taraqqiyoti insoniyatniki u boshqa bir nima. Biz aladin necha 100 ming yil ilgari aladin taraqqiy qilib mangan bizning mengimiz. Kim buldu? Yani 500 ming yildan keyin yani nemişlar yüz verdi. Bugün mening söz aytganim mushunchalik. Endi buningda mesela sizin degan şu nimaga bodiqmi bormidiqmi shu maqsadni bugun bilmadim, lekin qilaladim deb qarayman. Agar boshqa ham so'raydigan savolingiz so'rasangiz bo'ladi. Bu ilmiy jihatdan tushuntirish o'g'irligi uchun biroz jiq fuqumlarda, jiq narsalarda ne deymiz, mandaq hayronlik biraz eshib ketdi degan odamda tunja anlagan ekan jiq narsalarni. Diqqat nima markazlashtiramiz deb. Mengining hisobda 5 bo'lakka bo'linganligi. Buning uchur betaraf qilish, qabul qilish, arish, saqlash qatorliq turlarga bo'linganligini deb o'tib ketdingizda. Endi bugun biz aqlni ishlatmoqchi bo'lgan bo'lsak, biz bu mengimizga qanday foydali ishlarni qila olamiz? Nim bilan oziqlandi bu menga degan narsa. Masalan, ba'zi odamlar deymizki, aqlga aloqador ba'zan tushuntirishlarni yoki bir narsalarni tanlab, manda oldi, ming topishsaqni tushungan normal odamlar bo'ldi. Bu uchoqda qaysi xil organning ta'siri bilan bu uchoqdagi biz tushungan narsa qarshi taraf tushunmaydi yoki qarshi taraf tushungan narsa biz nima tushunmaymiz. Bu mandaq bir narsa-ku, endi u sizning bak murakkab bir narsani dedingiz. Endi men shu murakkabligiga asosan javob beray. Masalan, siz bir narsani siz tushundingiz, shundami? Siz tushungan vaqtida men bayon dedim-ku, ne uchun ba'zan odam professor bo'la oladi? Ne uchun ba'zan odam professor bo'la olmaydi? Ne uchun ba'zan odam hunarvan bo'la oladi? Ne uchun ba'zan odam hunarvan bo'la olmaydi? Masalan, ne uchun hammadan muzikant bo'la olmaydi? Ne uchun ba'zan odam kompyuterni nayt yaxshilab kompyuter programma yozilgan bo'lib ketadi? Ba'zan odamni oldiga akib bersangiz yozamaydi undaq odamlar.
Bu nima dese odamning mingning qurilmasining hammasi o'xshash. Faqat bu yerda qurilmaninki qandaq ishiltilishda farq bor. Masalan, mingninki men bayan deb o'tgan eng oddiy, mingning oldi qismi, oldin qismdagi mingda bu uchur kirdi. Shundami? Uchur kirgan vaqtida uchurninki o'ttir qismiga xuddi nimaga o'xshash qanda berishi. Tez boramda, osti boramda ashaga berishi bir masala. Ani mushu jatimi odam farqlandi. Aql degani shu manda nima? Aql degan shu. Aqling qilsang ko'rayotamsan, ko'rmayotamsan deb cho'nglarda jiq deymiz-ku. Aqlni ishlat deymiz. Aqlni ishlatib boshqa ish qilmaymiz. Aql degan gap aşıp nimeninki bu hypothalamus, miyadaki aldığın kısmı miyadaki köreş, anlaş, yoki bo'lmasa titish orqali, hatto mandaq bir narsani tutish orqali biz erishgan uchurning hammasi miyaning oldi qismi orqali o'ttirga o'talamdi, o'tanmamdi. Ananiki misha degan bir deb qo'ydigan narsam bizniki hozir barbara ota-onalar şu balalarninki bu mesela otizm balalarninki nemisini hazır his qilyapti. Çünkü burun otizm degan narsa bizning ichimizda yo'qdi. Hozir ota-onalar uygunib o'zining balalarninki otizm ekanligini e'tirof qilib, ashuni yoki yangi narsani o'rgatadigan yoki bo'lmasa yangicha bir xil usul bilan muomala qiladigan ashuna bir narsani qabul qildi hozir. Mesela otistik, aslında otizm balalarninki mening oldi qismi bilan o'tir qismdagi signal o'tishadigan ya'niki ma'lum bir qismi bo'shliq bo'ladi-ku. Xuddi bu nimaninki burun kon vaqtida biz muzikani deybilan anglaymiz-ku, lenta bilan. Lentaning ma'lum qismi xuddi julib ketgan o'xshashlan bir ish-ku. Signal mangmaydi. Onda xo'ganigan biz ko'rgan narsani otizm balalar yoki inson ashuni biz ko'rganda ko'rmaydi. O uchur o'zgarib ketadi. O miyani o'tirib olganki, o uchur ananiki hipokampus miyaning oq tarafida hipokampusga o'tadigan vaqtda harakatga aylanadigan vaqtda u boshqacha bir harakatga aylanib ashunaq tarjima qilindi. Chunki kod o'xshashmaydi. Kod boshqacha kod ishlab chiqarildi. Shunga ba'zan otizm balalarninki ma'lum bir qism nimasi alayda bo'lib ketadi. Alayda taraqqiy qilib ketgan bo'ladi. Mesela ularninki sansifirni hisoblash nimasi surati odatdagi balalarninkidan yuqori. Nima uchun? Uninki miyaning oldidan bu hypothalamusdan o'ttir qismi talamusga o'tadigan uchur, bir xil uchur eng tez suratda mangdi. Başqa balalarninki aş bir xil uchurdan boshqa, yani 9 xil yoki 10 xil boshqa uchurlarni qabul qilib, uni bir taraf qo'yguchi, bir uchur o'ttirsa talamusdan hipokampusga, miyaninki oqi miya tarafdagi harakatga aylanadigan qismga night tez o'tadi. Shuning bilan birla narsaga munosabatlik, masalan, sansifir hisoblash, qo'shish elish. Şunun münasebetlik narsaninki bunu iqtidori boshqa balalarninkiga qaraganda 3-4 esa ba'zan hatto ba'zan vaqtda 10 esa tez taraqqiy qilib ketishdiki sababmi shu. Ana ularninki ashningdan boshqa uchuri yo'q, miyada saqlaydigan. Ashli uchurni saqlaydi. Shuning uchun ularninki sansifir shunga munosabatlik iqtidor boshqalarninkiga qaraganda alayda ustunlikni egallaydi. Ana ularda masalan şu miyaninki o'ttirdagi talamus bilan bu amigdalani o'ttirdagi uchur almashtirish niyti asta yoqimiz ba'zan ahvolasi yo'q bo'lib qolishi mumkin. Nima uchun? Chunki ularda his tuyg'uni bir taraf qiladigan narsa shu xil miyaninki funksiyasimi, shu nervy sistem yoki intayin ojiz yoki ba'zan balalarnikida hatto yo'q. Şuna ular xo'sh o'smi yig'laydi, xavf o'smi yig'laydi, bir narsani og'iz o'smi yig'laydi, bir narsa ifodalab qoldigan ahvol. Yoki bo'lmasa ba'zan bola hatto yig'lashni bilmaydi. Nima uchun shu yig'lashni kontrol qiladigan shu his tuyg'u shu pishqilab
işlenip çıkanmaydı. Aşı cihetten farklandı. Şuna mesela yanı bir narsa bunu mesela küçük ballada bazen ballada ben mesela uyudu pek cidden macerası köp küçük ballada menin oldudaki hypotalımız işçi gerek olurdu çok. Yakomsa xuddi qapqaq o'xshaydi. Qapqaq bak cho'ng ichiqliq emas, sal kichikroq ichilgan bo'ladi. Ana xuddi qulunning qipiga o'xshash. Ananiki buni davomliq deganda qachon yipilamanki deb bu ichilishdan bakrak yipilishga aldiraydi unda bolalar. Ne uchun deganda u o'zini qo'g'dash iqtidori. Uchur jidal majrada paydo bo'lgan uchur menamning ichiga kirmiskan deganni oldin qo'rin qo'yib turib aşını anlamaslıqqa ya kömeslikka tirişidi. Şunun üçün qulunun qepiga o'xshab qancha tez mında yıpılsa ular üçün shunchaki yaxshi. Şuna o balalarniki ko'ziga qarasınız, yoki mında chiroyiga qarasınız, sizga mında qarab turgandek ko'ringan bilan hech qanaqa his tuyg'u bo'lmaydi. Nima uchun ularniki menga itiglik holatda. Undan qolgandan keyin uchur qabul qilmaydi-chi. Shunga siz kulimsirsingizmi, sizga kulimsirab qaramaydi. Ananki söz kıysınızmı, sözünüzünü 2-3 qitim tekrarlaganda andın anlaydı. Oxşaş bir narsa bir qancha qitim tekrarlanganda. Yani insan mı şu çoğun adam mı şundaq? Bu şu PTSD deyimiz. Travmadan keyin qap qalgan qoldiq. Kesel, roy bir normallik kesel. PTSD ba insanın arqandığının ki menin aldı, mesela hypotalımız adette davamlıq degende ciddi aleti turdu. O özünü mandak nime qilib, özünü qo'yib turib, bu mandakcha qanday nimedeki stres aramzada turamaydı. Stres tutulan adamның başında bo'ladi. Şuna stres turduğan adamın ki anlaş iqtidarını şu çağda hesaplasanız ularning anglash iqtidori boshqalarningga qaraganda yuqori, lekin ovozning qabul qilish iqtidori to'van bo'ladi. Aşıcatı. O da hammaga shunday qilib diqqat qilib turdi-chi. O bu funksiyasini yuqori qilib, lekin uni ajim qilish funksiyasi, o anglagan narsani azim qilib uchurga aylantirish iqtidori o'ziga kichiklab ketadi. Hem de adım bu menadaki 5 bölekke biz qanday yardım qila olamiz? Biz nima qanday qilgan vaqtimizda aş bölekler misalan o'zining rolini yaxshi joriy qildira oladi. Meningki hamda eng oson joriy qildirishdagi narsa oldi bilan meningki oldi qismdan boshlagan yaxshi. Mening oldi qismi hamma narsa uchurni qabul qilish iqtidorini eng yuqori darajaga yetkazish uchun oldi bilan adam özünü bəlkə ciddi alətdə toğuzmasıq gerek. Əlbəttə o, mənim otur qısmı bilə münasibətlik oldu. Ciddiləşməsi üçün adam özünü aramzada bəhuzur toğuz alaydığın bir muhitini şəkilləndirir gerek. Həmisi bir-birisi münasibətlik. Onda qoğanda siz özünüz nevinizin talaysınız da. Məsələn, ozuqluq cəhətdə mi şundaq? Ozuqluq cəhətdə meningki qaysi qismdagi ozuqliqni men oldi bilan yaxshilayman degan vaqtda albatta meningki o'tir qismdan boshlaydi nurg'un adam. Ana buniki mesela omega 3, folic acid degandek narsalarni yeyish orqali mening o'tir qismdagi uchurni saqlash yoki uchurni bartaraf qilish iqtidorini yaxshilaydi. Anadaki mesela muzika anglasangiz, muzika oldi bilan mening oldini ochadi. Aldını açqandan keyin mening oldi orqali anandan keyin mening o'tirga ta'sir qiladi. Mening cho'qqisi. Anandan keyin mening cho'q orqali hipokampusga ta'sir qiladi. Hammasi bir-biriga munosabatli. Anandan keyin harakat qilsangizmi shundaq, chiniqishda. Chiniqishda biz tiniq olamizda badandagi harakatdan boshqa biz tiniq qilib qon aylanish yuqori bo'lgan chaqda qon aylanishdan paydo bo'lgan oksigen oldi bilan nima qiladigan narsa quloqning oqis orqali bardag'ini meningki tashqi qismiga kirdi-chu, tashqi qismi orqali ana ichiga mangadigan gap. Shuning bilan yana birisi julun. Julunning qumi sal qarashqa bo'lmaydi.
Şoňaýlyk nurgulgan ahwalasda adam birinji ulap ýerip ketken çagda nime üçin aldy bilen bu adamnyňki gejigisi aldy bilen talady. Bu ýerdeki sebäp oksigenin miqdary anlynkin bu nimenin adamның omurtquga düşken besim juqurlap ketkenligini ifadesi. Şoňa nimede çeniqişdim qılganda bedenningki omurtquny qançykmada uzatyp nemesi var tüzleydiğen hareket adamınki adıgın arsan çıkarıdı. Adıgın arsan çıkarırken onundan payda olan kan aylanışını yapsam kanın miqdarı oksigeni aşıdı. O kan meňige bardı. Yani şunun olan meňiň hareketini yaxşılap meňiňki uçur almaşdırış iktidaryny asan tanışalaydı. Şoňa meňideki oksigeni yaxşılaş bilen ozuqlukdan başka aşı en mühim narsa. Anankin meňini özüni özü tanışaşyny öýretiş gerek. Başka taşky amylga taýynyp durup tanışaýdygan işni azrak ýyga ýaxşy. Mesela nurgun adamlar var, kofe içsem uykum kelmeydi, sal üzem oňuşup bolmy, ýakomsy çay içsem sal roýum ýaxşylyp kaldy. Muşnuň hemmesi taşky amyllar. Ämliýeti bu narsa nime dese, amygdalaga täsir kılgan hormony tanışaş. Kısa müddetlik adrenalinni bu hipokampus jiqraq işlep berdi. Ananki amygdalaga äwetip berdi. Şuning bilen o sal oğangandek his qılymyz. Ämliýetde ondan aýty tezlam onunki hazm kılışmy ýokuruşmy tez bolar. Çünki o tabii emas. Ana istiklam şu oýgaqda görünse, ana istiklam bedeniňiz yumşap, asanlamalyk uyku mesip geçişdik. Ýany bir sebäpmiş şu. Zaten ondaqda özümüzdeki keyfiyatlarga qarap, meňemden mawy kısmında mandaq bir çarçaş ýa-ki mandaq bir içirqaş bolardy diýälemizmi? Mesela qandaq bolduğunun alametlari? Bunun alametlerini siz üçün aldı bilen adamın yüzüge qaraş gerekçi. Yüzü bilen meňe qaraş gerek. Mesela adamın yüzüde bir çınqılış bolady. Adamnınki meňisi bek tilip ýerip ketken wagtda ýakomsa roýy halaty ýaxşy bolmagan çagda bir xil çınqılış boldy. O çagda bu çınqılış közüniň astyda boladymdy, közüniň üstüdimi, adamnyň çekidimi, ýakomsa kulakyň aqsydymy. Bazılarından ink nime çınqılıp ketedi. Aşnyň hemmisi meňe bilen münasibetlik narsa. Mesela meňinki üstü maya çınqılganda digen gap, sizninki meňiň aldyn kısmy men baýa digen hipotalamus ýaxşy işlemep atgandan işişiyor. Ana meňiň yan taldy digen gap, meňiň otursy talamus ýaxşy işlemep atgan digen gap boldy. Anandyky kulakyň aqsy taldy digen gap, siz davamlıq degidek özünüzni qoqunuşda ensizlik içinde turup atqanlygyňyzyň ifadesi. Adama bu yanınki maya tilip ağrıdy digen gap, siz siz kısa müddet içinde bir narsani tez ügünüme ýa-da tez amalga aşyrman ýa-da özüňizniki normaňyzdan jiqraq bilsimni berip etken ifadesi. Yani o xil ahwalatda bu yaxşı işlemeydi de. Besim köpeyip ketedi. Ananınkin hareketi onun aksiçe aqlı yenip ketedi. Hareketiniz mazlap ketedi. Şoňa bir narsani siz aldırgansy ne üçin hatalyk jiq görürsüz. Sebep şu. Biz çünkü özümüzni şunuňa nem qypatmyz. Hod aqydyny bir adam ýügürenmismi? İştirip atkandek aşyň okşaşdy bir elifkun. Şoňa adam özüňki yüzüniň etrapydaky boyan etrapydaky çınqılıp atgan şu besim bilen şu hareketni näýt güzütüşini biliş gerek. Bu keyfiyat emini belgiledi dep goýdyky o psixik ýa-ki muwaffaqa şuna çıkardı bu gap. Bu keyfiyat degende azı sizde atkan şu yüz kuruluşdaki muskullarınki rahat turuş turmaslık meselesi ikinde yani keyfiyat ama keyfiyat aslında täsir köşüsüdür. Yani yüzlü ifadelindeyken yani. Yani yüzlü ifadelindeyken ciddileşken çağda adam bundan daha kapaklı işçi sıkıntısına turdukken de şu çağda eyne kalap oturup özünü boşalt. Koyup bırakayım. Özü gep kılgamında bunda özüne zımıtlısa
qığıl bo'ldi ki şuna davomlashtirmoq taskin ekan. Ashta qilgan chog'da haliqi stress yoki jiddiychilikdan keyin biroz bo'shag'anligini his qildi odam. Bu chog'da qaysi a'zosiniki funksiyalab mushu qilyapti, shunday harakat, mushu taktik bo'lamdi yani. Men faqat deymiz ilmiylikni bilmayman, lekin izdinish shaklida sinab boqqan ishlarning birisida. Onu hem de biz bu psixologiya noktasını aytgan vaqtida uni scanning deymiz. Adam el qattiq bisimni qilib jiddiyleşib ketgan vaqtida bizning birinchi qildigan ishimiz o'zimizning badanimizni scan qilamiz. Shu oldimiz turgan odamni mana shunaqa deymiz. Sama beshing cho'qqisidan tortib badaningni bir scan qilib baq. O'zing bisim his qilgan yana ashni ko'rsatib baq deymiz-ku. Ana qilsa odamlar o'zi bunda aldirmay o'zini qilgan vaqtida o'zining diqqatini yig'ish bilan bir vaqtda o'zininki his tuyg'u bilan badanning o'tirisidagi nimani bog'lanishni kuchaydi. Bu nima degan gap desa, u bog'lanib boshqa bir yerni akamaydi, ammo mingning ichida bo'layotgan ish harakatga siz jiqroq diqqat qilgan bo'lasiz. Siz o'zingiz kontrolni olgan bo'lasiz. Shuningdek ming bilan badan ikkisi his tuyg'ulan badan bog'lanishsal kuchli bo'lgan ekan, ananki o'zingizning badaningizda bo'layotgan o'zgarishni tezroq sezgi kuchli kerak bo'ladi. Andini his qila oladi. Anan shunga o'z ko'z tutadi. Yoki ba'zi odamlar va o'ziniki nimaniki ko'krak qismidagi tuch sunak aşağıdaki besimdan eng yuqorligini ifodalaydi. Ba'zi odam deydi bo'yan, ba'zi odam yuzini ko'z tutadi. Mayli qayerda bo'lsin, shu odamninki shu kuchlik nimaning bo'lishi odamninki nervi bilan munosabatli narsa. U yanisi markaziy nerv sistem bilan munosabatli. Boshqa yerga bormaydi. Yanılam şimdi hamma narsa cho'kilib, yana shu markaziy nerv sistem bo'ladi. Sirtdan kirgan uchurmi cho'kilib shu yerga bordi. Aşağıdan chiqqan uchurmi sirtqi harakatga aylanib, uningdan qaytgan uchurmi yana shu yerga boradi. Şuna bedendeki şu ben yukarıda dep ötken 4 narsanın funksiyasını hypothalamus, thalamus, amigdala, hippocampus. Muşunun funksiyasını her qanday bir insan bilge vaqtidlamadan to'xta deb o'zini tanishni mu endi o'rganishga boshlaydi. Ba'zan odamlar bor. Shu 100% qachonda qarsa shu amigdalanı işletidir. Aş kısmını işletidir. Meyinin baş kısmını işletmeydi. Şu o adamda kana görürsünüz, bu adamda fikrini yuğamaydı, fikrini işlep çıkamaydı, hem fikrini mi kabul kılmaydı. Kaçanına karşı uruşmalı dep durdu bunda kadar. Ya kaçıma ya uruşma, şu cidalının işi, ya komsa korkunç işi yaşaydı. Andın onda kademdeki boyan muskul, mayedeki muskul intan qattiq oldu. Ama da gədini. Şon gədini boynu bizde bir gap var, gədin keçdi deydigan bir gap var. Gədin keçdiki aşı gap şu. Gədin keçdiki bu bizning tilimiz nurg'un narsa ilmiy asosi var-ku, aş gapning chiqib kelishda. Aşı gədin keçdigan gapni men keyin Üzüm nima qilib yaxshi tushundim ashni. Aşağıdan chiqqan narsa o. Unda qadamning patang degan shunda qattiq bo'ladi. Ashi amigdala, ashi o'tirtqi puchaqchilik ash qismini ishlatgan insonning bo'yni. Ana ulaylik o'zini qanday qilib bunda relax qilib bir bunda nima tanishishni bilmaydi. Nima uchun? Mengning qolgan 3 qismini ishlatmaydi ular. Uchur qabul qilmaydi, uchur kirmaydi, uchur chiqmaydi. Ham uchurun bir taraf bo'lmaydi. Yeni narsa ishlab chiqarilmaydi hippokampusda. O'xshamaydigan yer dal shu. Çok qiziqkan bu. Misalan bizlarga ko'pincha ishimiz pishish yoki bir ruhiy besimga duch kelgan vaqtlarimizda boshqalardan paranglashishimizni istaymiz ixtiyorsiz shaklda. Bu qaysi bo'lakniki ehtiyoji bo'lib mushu usul to'g'rimi yoki boshqa usullar bormi shu bo'lak? Onun usulları ko'p bo'ladi-ku. Birisi bilan so'zlashish, paranglashib faqat ash usullarning bir qismi. Masalan siz
Mesela bir bilan so'zlashgan vaqtida sizning so'zlashdiğiniz ava talamusning ichida yig'ilib qolgan uchur, qalamqon bo'lib ketgan uchurning hammasi shuni so'zlashsiz. Chunki u bir taraflab hech nega borolmaydi, shundan qapsilib qolgan. Onaqa qapsilib qolganlik uchun besim paydo qildi sizda. Siz so'zlash orqali amaliyotda haq sizga qilib bermaydi. Siz so'zlash orqali basta asta o'zingiz ash uchurni o'qishmagan yo'linishga o'zingiz taqitsiz. Sen asli meyege basan bulduken meyede bika uzun turvapsa deb yo'lga sap qo'ysiz. Yana so'zlab kelib, yana bir uçurduğunki nemisini cevabını o'zingiz topsiz. To'xta, sening asli o'rning meyede ekan, sen meyede bek uzoq turvapsa, u yerga yo'lga sap qo'ysiz. Shuning bilan siz so'zlayvergansizlar, uchur o'zi shallanib, tas qilib, ozlash qarab mangadichu. Shuning bilan qalayimqan xuddi uy yug'ishtirganga o'xshash. Shuning bilan atqalimizning ichidagi uchur hal qilinmagan, bir taraf qilinmagan uchur azlash qarab mangadi. Azlash qo'ysamgandiki, hajm azlaydi, yuk azlaydi. Shuning bilan endi bildim deb o'zingiz bir yengillab qolgandek bo'lsiz so'zlab bo'lgan. Ani nima qilasiz? Ketib qolasiz. Ba'zi odamlar qanaqa qildi deganda, ba'zi odamlar uni chiniqish orqali qiladi. Yoki bo'lmasa uzun yo'l bir mengib kirsa deydi. Piyoda bir 4-5 kilometr ya ba'zanlarda 10 kilometr mangdim. Manganda bu boshqacha masala harakat orqali nima qilganda siz hipokampusniki harakatini kuchlantirib berasiz, oshirib berasiz. Shu an hipokampus tuyuqsiz harakatchan bo'lib, uchurni ishni qabul qiladigan, kodni ishlab chiqaradigan ashlaq funksiyasini yaxshilab mangadi. Yaxshilagandan keyin nimani mengining o'tir qismida, talamusda yig'ilib qolgan uchur bir taraf bo'lib mangadichu. Ash uchurning hammasi bizga foydali uchur bo'lib ketishini atayin. Ba'zilari ortiqcha uchurlar. Ortiqcha uchurnimi sen axlat uchurkansan, sening mong foydasi yo'q deb ash axlatchilikka tashlab etishning o'zimi ashimi bir taraf qilishning bir jarayoni. Shu jarayonni hipokampus bilan talamus ikkisi hamkorlashib qoladi. O hamkorlik bo'lmasa, u uchur hal olmaydi, bir yerga bormaydi, asha turadi. Mesela bu mığıza kuvvet yetkizildiğin mağız türdeki yemekler olsun veya tatlı türümler olsun. Yoki ma'naviy jihatdan manda musiqa anglash, Qur'on anglash degandeklar bo'lsin. Bu xil huzur izlash qaysi bo'limninki ehtiyoji va yoki yana boshqa tavsiya qilgan turlar bormi? Men bayan dedim huzur izlash bu alayda bu nima vachu. Mesela meningki o'ng taraf bilan so'l tarafchu. Oldi bilan uning nimaga qarsangiz, mening o'ng tarafi jiqroq huzurni izlaydi. Huzurni izlaydi. Nima uchun? Chunki ashada biz uygunib bo'lgan, biz biladigan huzurni usuli, mayli musiqa deysiz, mayli yemeklikka tatlı tam bo'lsin, ashning hammasi uchur ashada saqlandi. Shuning uchun mening o'ng qismidagi qismi ko'proq o'rinroq bo'ldi, mandaqcha aytganda. Meningki so'l qismi sal aktivroq bo'ldi, harakatchan bo'ldi. Shuni siz huzurni aytishingiz, hargiz siz davomli degidek sakrab harakat qilib turish orqali huzurlanmaysiz. Bundan yetib olsangiz, ozroq tinchlansangiz, endi nima qilasiz? Mening o'ng tarafi sizni tinchlikqa zo'rlaydi. Harakat qilma, bak kalangni jiqishiltiyotgan, ishlama bo'ldi, bizda uchur yetarlik deb. Ananı öndeydi. Anandan keyin bu nimada huzurlanish masalasi kelgan chaqdimi, meningki oldi qismichu, amagdallarda rahatlanish his tuyg'usi bo'ladi. Shu mening oldi qismi uchurni o'tir qismiga o'tganda, butunlay 100% huzurlanishga munosabatli uchurning hammasi amagdallarda bordi. Aşama qo'rqinchga munosabat uchun hammasi ajaga bordi. İkisi bir yerga bordi amaliyotda. Shunga shu nimaniga shu meg'izchirak demisi bor, cho'nkichlik meg'izchirak bo'lgan qism bizningki xushallig'imizni kontrol qila oladi, achchig'imizni kontrol qila oladigan qism dal shu. Ana shu bek achchig'imiz tutganda muskulning chingib Muşatılgan adamın düğümüne kolunu tutup baksınız, qattiq bulunduğunu görüyorlar. Şu.
Aşı amigdala kontrol kıldığını. Aşına kılık reaksiyon ne mi kontrol signalını şu bir de çün. Signalını hipokampus kavetidi. Hipokampus arkalık nemege adamın ki nemege düşüdü. Omurtluğun içindeki akmat arkalık. Andın muskulluklar. Ma bu tibbi nimedeki manga qo'rliq qoptu, yigilab qoptu degandek gaplar bilan diagnoz qo'yilgan kasalliklar bor. Masalan, ba'zan ro'y kasallik emas, nima? Deymiz, manganing funksiyasi daxliga chiqib, aktivlikda ostlab ketish, inkas ostlash, aqli chekinish qatorliqlar. Bu shu Nemedin kelib chiqishi mana fiziologik zahmidan boshqa odat xarakterlik ziyonliq ishlar bormi? Odat xarakterlik nimada men bayon degandek, shu nimaninki mush o'ng taraf, so'l taraf bor, mush so'l tarafning ozishlanishi din kelib chiqadi. Meni odamning menining so'l taraf qanchalik ozishlansa, meninki rangi kul rang o'zgarib ketadi shu. MRI mandaq rentgen olsak, rasm kul rang ko'rindi. Meninki so'l taraf qanchaki jiqishlatgan inson, meninki harakat jiq bo'ladi. O'ng bilan so'l tarafdan uchur almashtirish surat tizilishidi. Shuni 12 nimasi binafsha rangda ko'rindi. Shunga meni qo'rilib qopdi degani, men texniklik usulda tushunib qilsam, meni asosan kul rang shaklini ko'ringan insonning mengisi qo'rilib qolgandek deb diagnoz qo'yilish ehtimoli intayin yuqori. Chunki sizda so'l taraf bilan o'ng tarafdan uchur almashtirish surati bak aslab ketganda, yangi narsa kirmayotganda, biz shu menining o'ng tarafdagi qoldiq uchurga tayinib qolgan vaqtimizda menining ijraga deb qolgani balkim shu bo'lishi mumkin. Endi biz ma'lumotki mustamlikaninki oxirgi yillarda ig'ir besim duch keldik. Bu bizning mingimizning qaysi a'zolariga begirak daxl yetkazadi, biz qanday qilishimiz kerak masalan bu mingimizni asrash uchun bu vaqtda? Bu nimada men nurg'un inson bu tajriba burun bo'lib bo'lgan tajribachi. Masalan, shu nimaninki masalan bu birinchi olib juvishli buningda tadqiqotni aytib ko'payib borgan. Meninki mening qaysi qismida shakli o'zgarib ketadi-chu. Cho'ng kichikliklar emas, shaklim o'zgarib ketadi. Andan keyin ikkinchi ko'p tadqiqotlar bu nimadagi Yugoslaviyadagi Kosovoninki urushdan keyingi tadqiqotdami ashunada ko'rilgan. Andan keyin bu yaqinqi bo'lgan yana bir tadqiqot nimasi Iroqdagi kurdlarninki, ashlarninki nima mengisininki qurilmasida tadqiqot elib borgancha. Meninki masalan 10 yildan burun, 10 yildan keyin yoki 20 yildan burun, 20 yildan keyingi menining qurilmasining cho'ng kichikligi, hajm, uninki shakli qanday o'zgargan ashuna ham tadqiqot vaqtida uzun mezgil ashnaqa nimaga bu 40-yillik uchirgan har qanday bir millatninki mening qurilmasi o'zgarib ketdi ekan. Buniki mening qurilmasi oldi qismi kichiklash, o'ttir qismida cho'ngayish, bunday isilishchi. Anandan keyin bu orqadagi qismida inchiklab ketish. Ananiki amigdala cho'ngayib ketdi ekan. Hajmi ishib ketdi ekan. Ana bu u men mayada nim qilgan emas, bu mushu klinik jihatdan mushu nima va bu psixologiya doktorlari va ana ular andan keyin clinical psychology deymiz, ashlar birlashib ular masalan Holocaust'ninki 40-yil qo'yib berilgan yoki bo'lmasa ashlardan qutqizib chiqqan odamlarninki shu 25 yil 30 yilga so'zilgan bir tadqiqot deymiz va ashning mengidagi o'zgarishchi mengiz qanday bo'lgan deb andan keyin ashlarninki menginingki shakli menginingki xaritasini tashkil qilgan vaqtida mengida 30 yildan cho'ng o'zgarish
köygen aşlar. Anoniki bu menideki aşkıl özgürüş ikkinchi davrga ta'sir ko'rsatdimdi ko'rsatmamdi deydigan yana bir nimani bu yana bir tadqiqot temasini bular 60-cı yıllar başlaydı deymi 60-cı yıllar başlap 80-ci yılın o'ttirib olgani ol yana bir xulosa chiqirdi. O demek aş menideki aşkıl özgürüş aş o neylik travmanınki hatta DNA'ga ham ta'sir qildi. O ikkinchi davrga o'tib ketadi. Ikkinchi davrning mengisimi aş ko'rildi aşkıl özgürüş. Şuna hozir men ishinamanki bizning oramizdagi 90% Uyg'urlarningki MRI mengimizni mana xaritaga olsak 360 graduschu bizning mengimizning qurilmasi mesela mening mengamning qurilmasini 10 yilning oldida aşna xaritaga rasmga olgan bo'lsa 360 gradus ikki ming hozir o'xshamaydi. Qurilmasi farq bor. Cho'ng farq bo'lishi mumkin. Endi bu meningki qaysi qismining kichiklab, qaysi qismining cho'nglayib, qaysi qismining funksiyasi haddan ziyoda aktiv bo'lib ketishiningki yana bir sababim shu. Shunga mening hozir bizning oramizdagi shu bizning qarindoshlarga tavsiya qildiganim aş 4-cü amigdalanınki hareketini bak ortiqcha güçlendirib etmeslik gerek. Yoki uni bak jiqishiltib etmeslik gerek. O bizde allurun hatta normadan ortiq ishlaydigan mening bir qismicha hozir. Shuning uchun uningga yana qayta jiq ishni o'digaga berib, uni jiq ishiltadigan ishni qilmaslik gerek. Onda qilishning eng nimasi birinchidan ochiqlanish yoki bo'lmasa g'azablanish. Bunun hammasi shu amigdalaning ish harakatini jiddiylashtiriib etgan yoki bo'lmasa ish miqdorini oshirib etgan bo'lamiz. Uni oshirib o'tish orqali biz hech nimaga erishmaymiz shu. Andan keyin boshqa meningning boshqa qismidagi ya'niki ishdan to'xtab qolish, hatto yoki bo'lmasa ashning harakatiningki tuyuqsiz kichiklab yoki ozlab ketishini keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu deganlik nima desa biz o'rganmaymiz. Mening oldidagi uchur qabul qilish nimasi ojizlab ketadi. Anonki mening o'tirishdagi uchurni tasqab ishlab chiqarish iqtidorini ozlashtirayotimiz. Ana hipokampus mening oqidagi yangi narsani o'rganish, kod yasash iqtidorini ozlashtirayotimiz. Nima uchun? Markaz hamma narsa amigdalaga markazlashib qolgan bo'ldi. Shunga o diqqatni amigdaladan yo'tkab, biz mening boshqa yerga chiqish kerak. Eng muhimi hipokampus va mening oldi qismiga chiqarib markazlashtirish kerak. Anoniki bu yer uchur mening o'tir qismiga tamalos mayaga boradi. Uningdan keyin hipokampusga o'tadi. Anondan keyin a'loning harakatini ravonlashtirib beramiz. Asosiy bu yerda xuddi qatnash kontrol qilgan o'xshash bir ishchi. Aslında yeni qurilmani o'zimiz yasasak haq hesab bermaydimizga. Yani mening bu tavsiyasim shu. Sizlar amagdallarga besimni bermanglar. Qanchaga jiq besimni bersanglar, shuncha ro'yaltingni nacharlashdi. Aql qarab mangamiz. Aql desaydigan aql kelib chiqadi. Olg'a manganmaymiz. Yoki bo'lmasa o'rningizda loyiq patqandek ketib qolasizlar. Mayli fizikalik jihatdan bo'lsin, mayli ro'yi jihatdan bo'lsin. Bu küçük ketken çağda aşında qalıqadek psikologik davalashqa mecbur qaldığına val kelib chiqarkanda. Ha, bo'ldi. U mening oldimga chiqib keldi unda qaramda. Yani onunki bizimki qildig'imiz shu oldi bilan qanday qilganda uni fight and flight deymiz. Ya o'zimni qo'g'dayman, qochmayman, yo bo'lmasa ochiqlayman, yo bo'lmasa buzumen ya bo'lmasa chaqaman deydigan ashqil ro'y holati bo'ladi shu. Unda qolgan ekan, ashqil ro'y holatin biz qanaqani yonga yo'tkash. Onunqa boshqacha yana bir usul bilanmi, senmi chaqmaymi, ma usulni hal qila olaysan deb, ash usul yangi usulni o'rgatamiz. O'rgatganda ro'y holati uni asta-asta qabul qilib hazm qiladi. Hazm qilgandan keyin mening oldiga ishlashga boshlaydi. Shu ishlagandan keyin besim amigdaladan oldiga yo'tkiladi. Ana o uçur qabul qilgandan keyin mening o'tirib o'tadi. O'tirib o'tgandan keyin u ana aqsiga harakatga aylanadi. Bu hazm qilish sistemasiga o'xshashgan, ha? Ha, shu. Ana undan keyin biz bir narsani qanday qilib tishlab yeyishni qayta o'rgatganga o'xshashli bir ish.
yoki bo'lmasa yangi bolaga mengishni qayta o'rgatgan bir odam palachokqa qayta mangmagan vaqtida mengishni qanday fiziologiyalik davolash usuli qanday o'rgatamdi meningmi shu fiziologiyalik davolash usulida shu o'xshamagan qismlarni hazm qildirib boshdan o'rgatish aşağı arqılıq oңuş yapmağı alayımız. Köp rahmet. Bence başka bir sual düşken kardeşlikten şu birisi müzikten davalaş qalaqlar tavsiyasi olsa alsak depdiken. Muzikaga ait davalash nemizda muzikaninki alfa, beta, gamma, delta deydigan 4 xil dolqun barchu. Buningki deltani tanlab anlasanız uykunuz nachar olsa delta'nı tanlam. Onunki gertisi şulen 9'dan gertisinin aralığıda buludu. Onu YouTube'dan tap alaysınız. Eğer siz diqqətiniz yığanmaydıgan, yoki bo'lmasa diqqətinizin bir yerga yığsınızla, neminiz, nerviniz tört tarafga qaçadigan, aşnaqılıqı nerv şişildigan boqalıdı şu adam bizim travmanın nemizdə təsirində uzun məzgil doğanı. Bundakı insanlar alfa bilan beta'nı köprək anlarlar. Bu iki gertis nervini tinchlandırıb, diqqətini yığışqa faydası var. Alfa bilan delta. Ne, alfa, beta. Delta uxlashqa faydası var. Anandan keyin gamma deb ham birisi var. O gamma qanday qildi deganda bak qamushlik kesili kiribda bo'lgan odamlar turib gamma nemisini gertisini anglab qo'ygan yaxshi. Nima uchun deganda gammaninki gertis nemisi yuqori oldu. 350 gertisdan yuqori oldu. Mundaq kuchlik nimalar gitar bilan chilingan yoki bo'lmasa mundaq rock and roll deymiz hamda asnaq nima muzikal namisi shu. Olay nervini gıdıqlaydı çok. Gıdıqlaş arqılıq sizdə adrenalin işləb çıxırışqa məcburlaydı. Bu hipokampusda adrenalin işləb çıxırılğanı killam sizdə dopamin tanışlandı. İkisi tanışlanğandan sizdə tuyğusalıq royunuz götürülüb qalğanda aşna his-duyğu kelişlik səbəbi şu. Aşarqılıq bədəninizin royaltını mundaq tanışapsınız. Tuyğusuz özünüz bilməylik şu musiqa qılması usul oynab, disko oynab ketgəndəkin bolsun. Ne üçün? Menidəki hərəkət başlanğandan keyin menidəki hərəkət hormon bədənə təsir qılır. Ana hipokampus işləşə başlaydı degəndə. Bu depression bo'lib qolgan odamning hipokampusniki hajm kichiklab ketsa, yaxshi ishlaymaydi. Hərəkət bək aslab ketadi. Yani kesillikni müzikten davalash ilmiy nimaga ega yani? Ilmiy bor, onun ilmiy asosi bor, biz davomli ishlatamiz uni. Andan yana birisi tiniqni etkisidir. Çünkü nurg'ulg'an insonlar bisimning ta'sirida yoki bo'lmasa uzun mezgil shu depression bo'lib ketgan vaqtida mengi bilan his tuyg'u bilan mengining o'tirsidagi aloqa ozliq bo'lgandan keyin uchur almashtirish ojizlab ketgandan keyin o'zining tinig'iga diqqat qilmaydi. Ba'zi adam tomoq yeyotib o'zining tomog'ida o'zi qiqilib ketadigan ahvol kelib chiqadi. Nima uchun? Tomoqninki hazm qilib qanaq chaynayotganini o'zi his qilolmaydi. Aşırı iqtidorni yo'qotib qo'ydi. Şunu olarak özü yeyotgan tomoqda o'z bilan o'z nima qilib ketadigan, qiqilib ketadigan ahvol kelib chiqadi. Ashimi odamninki depression borligini, depressiyondan giribda bo'lganligini isbotlab berdi. Ashuni bizning bir tashkilish alomatimiz. Ko'p rahmat. Mashina degan tajribali shoferlar o'zi haydayotgan mashinaniki nerede nima alomat yoki o'zgarish bo'lganligini o'sha ko'may turib his qila oladigan nima ekan. Sezgi. Ashunga boradi ekanda. Lekin o'zimizning badanni ashuni his qilganchilik his qilmay o'tib ketaverar ekanmiz biz shu normalda. Bizga eng çok kamchilik shu. Nima uchun sezgi meningki ash 4 bayan men deb o'tgan 4 qismining hammasi sezgi bilan munosabatlik. Sezgidan keladigan uchurni biz qanday bir taraf qilishga biz davomliq degdek sal qarab ko'ramiz. Sal qaragan vaqtdan tatib ana biz ro'yijatda benormallikni o'zimiz keltirib chiqaramiz. Paydo bo'lishga boshlaydi. O
bir iki gün payda olmaydı. Bir mezgil aşınaq davamlaşıp vergende andan payda bulduğun narsa. Yani biz bayatımız amigdalaga cık besim düşünmesi için biraz rahatlandıgan yollarını tanlaş lazım deb ötep kettiniz. Yani hazır biz duş kelayotgan siyasi istiqbolimiga nisbatan kun sari ig'irlayotgan, yo'qolish girdobga ketayotgan tragediyamizga nisbatan bunda o'zimizni rohatlantirish tarafdoriga o'tib ketishning aqibati yani başka xatarlarni keltirib chiqarmi qanday qilib? Onda bulmaydı. Nima uchun deganda, endi men demoqchi olduğunuzni tushundim. Belki rohatlanib nima qilib kelsak, o'zimizning oldimizda turgan vazifamizdan unutib qolgan yoki bo'lmasa o'tashga majburiyatni unutib qolgan ahvol bo'lmamdi deydigan ashuni demoqchisiz. Bu manda bo'ldi. Chunki amagdalaga besimni ozroq qo'yib bersak, amigdalaninkiga tushgan besim amigdalanınki sal rahatlandırdı. Çünkü amigdala xuddi atom bombaga o'xshaydi odamning miyasidagi. Onu davomli degidek bak qizitib o'tishning o'zi xatarlik. Şuna amigdalanın temperaturasini davomli degidek to'rak tutib tursak, miyaninki boshqa qismininki funksiyasining yaxshilanishini keltirib chiqaramiz. Shuning bilan bu miyaninki oldingi qismidagi hipokampus yaxshi ishlaydi. Shunami? Uchirishni qabul qildi. Andan keyin o bizdeki o banasa o özümüzdeki his duygu mesele o. Onda olsa his duygunu iştik biz naydı asan his kılalayımız hem şu bizninki vazifemizge münasebetlik his duygu uygun odu. Onda olganda biz ihtiyaclı olan uçur sağ salamet aşağıya şallanıp toğru uçur kelereydiğen oldu. Eğer amigdalanınki, elbette amigdalanınki içindeki yana bir çoğun vazifesi nima desa açıqlanish, g'azablanish. G'azablanish kerak. G'azablangan vaqtida amigdalanning harakatini, funksiyasini biz joriy qildik bo'lamiz. Lekin davomli g'azablanishni ko'z tutmaydi yana. G'azablanish, rahatlanish, andan keyin mukofot tuyg'usi bo'lish. Ashning hammasi shu bir yerda bo'ladi. Şuna onu bir temperaturasını yuqurtib, örültüb turgan o'xshashli bir ish. Bizdeki hazırki ahval g'azablanish ko'p, davomli degidek, so'qishma, urushman, mushundaqlam deydigan ahval o'z amigdalaninki demisini temperaturasini sal tuvallatib, rohatlanigidek holatga tushirolmaslik. Ba'zan odamlar ash funksiyasini yo'qitib qo'ydi bizning aramizda. Shuning uchun u funksiyani yo'qitib qo'yganlik uchun mening başka üç bölek kısmı yaxşı işlemaydi. Onda kadının uçur bir taraf kılış iqtidarı intayin aciz olurdu. Siz doğru gapni qıvarsınız mı hazm qılamaydı, anlayamaydı. Anlaş iqtidarı yok, mandaqça aytqanda. Şuna oylaqa bizniki bu psixiktim bu narsa bizning o'zimizning zag'irib achchiqlanayotgan adamga sen davli so'zlamada bizning kodlarni deb qo'ydik. Davli degan xitoycha endi shu nima logik so'zlam degan gap shu. Bu hakikatini söylemediysem anlamaydı bari. Çünkü nima? Benim aldığım hipokampus qalgan, qabul qilmaydi. Qabul qilish iqtidori yo'q mundaqcha aytganda. Iqtidorni yo'qotgan ahvolga yana siz u odamga davomli degidek u yerda siz bir haqiqatni tushundirman, ish mundaqda deb qancha so'zlasangiz bekor. Anlamaydi. Anlash iqtidori yo'q. Açık yoki boshqa sabab tufaylidan shu oldiminingki funksiyasi taqilib qolgan zikr holat bilan bu kayf safa bilan mas'ul bo'lgan ayshlik birlik ketganlik chog'dagi nima o'xshash olamda? O kayf shirat bilan itilib qolgan narsa mening o'tir qismidagi shu amigdalani kontrol qiladi-ku. Amigdalani uxultib qo'ydi. Aşının kontrol qilg'ili qo'la. Onda bo'lgandan u aslatli degan gap amigdalaning qeshidagi bu uchurqunni bir taraf qildigan markazining ashuni aslab ketadi. O asıldi degan gap kirdigan uchurmi miqdorimi ozlab ketadi, qabul qilmaydi degan gap. Shuning bilan markaz nerv sistemini xomoshlashtiruvchi.
Ya bek uygu deydi da adını artıq işləydigan qoydu ya komsa qamışlaşdırıb nimege mesalet eklerleydi. Hareketini asıl deydi. Şiddetli asıl deydi. Şunu ola men meni aqski hipokampsın hareketimi azlap ketdi. Şunu özününki nimisinden çıqı işçi olgan adamga qarsanız daldanışmaqda hareketini kontrol qılamaydı. Hareketini başqa kontrol qılmaydı emas, bax hipokamps kontrol qıldı. Hareketning signalini şu yolu berdi. Hipokampsın nimisi aslap ketkenlikken uçur asta hareket nima qilib ketganini kontrol qilib buningki hajmimi xuddi jirgidab qolgan omad qo'shi kichiklab ketganlikken u qo'l putga boradigan signalni aslab ketadi. Shuni daldanish o'zini kontrol qilolmaydigan alat kuchib qilishlik sababimiz shu. Farqli bir Farqli. Tamam, tushunishga Allah razı olsun. Başqa mushu teminə münasib olsaz, yəni bilib qoyışdıq işləb qarğan məzmunlar bolsa şunu alaydı, bolmasa toxtatıldı. Buldu. Mening sizlar bilan o'rtoqlashdig'im bu shunchalik. Bugun 1,5 soat so'zlabdik. Bek uzoq bo'lib ketsinmi, meningcha qarindoshlar ko'rib bo'lolmaydi. Bu soatda hozir qadar ilib olgan programlar az o'g'illik uchun ko'rman do'stlarning ko'pinchisi boshqa mashg'ulotlar bo'ldi. Keyin ko'rib inshaalloh yani inkos maga savol qoldirsa oldimiz boshqa fursatlarda javoblashtıracağız. Ko'p rahmat, hamog'aysiz, ko'p ajallik bo'lg'aysiz. Bizdan shu. Rahmat. Rahmat deymiz endi hozir. Hech yo'q bo'ldi. Aman bo'ling, hamsi ko'rishamiz. Xo'sh, Allohga amonat amallaga. Muhterem arkadaşlar, bugünkü programlar bir kadar oldu. Yani Edgen'de səhərdə Amsterdam vaxtı səhər saat 9'da başladı, 9 yerinde. Avustralya'da keş saat oldu. Türkiye'de 3 saatlere doğru geldi hazır. Biz hazır kadar 5'de kiriş kısmında ötüp getdik. Yani mənimizin funksiyasını ilmi şekilde bir düşünüşke çal qarab kelganligimiz tufaylidan qandaq ishlaganligini bilmaymiz, diqqat qilmaymiz. Lekin ishlayotgandan keyin xotirjam ketaveramiz shaklda muomala qilib keldik. Bugungi program orqali biroz bir mushjati ilmiy narsani bir anglagan bo'ldik. Va kelgusida agar ma'lum bo'lakda masala ko'rildi desa, uni qanday hal qilish haqida jipucha olgan bo'ldik. La'allakum tafakkurun degan oyatning Qur'on Karimda qanchalik takrorlanganligini izlagan qarindoshlarga ma'lum. Ya'ni aql ishiltish Qur'onning birinchi oyati bo'lgan o'qu degan oyatni ijro qilishdan oldida keladi. Buning uchun aziz qarindoshlar, hayot bilan yashaydi ekanmiz. Dunyodan kelib ketkicha aqlimizdan voz kecholmaymiz. Uni ehtiyojimizdan sirtida tashlab olmaymiz, qo'yib qo'yolmaymiz. Şuna aqlga e'tibor berishimiz, mayli diniy jihatdan bo'lsin, mayli dunyolik jihatdan bo'lsin, muhim. Şuna aqlimizga yana dalolat qilganimiz ko'proq erkin, hur fikr qilishni o'rganaylik, manba haqida sog'lom manbaga izlanaylik deb tavsiya qilamiz. Yoqtirib ko'rgan rahmat. Oldimizda boshqa fursatlarda inshaalloh tekrar ko'rishamiz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.